Silus berdingizmi? Hammaga assalomu alaykum. Elyorjon o'z kanalining hurmatli obunachilari. Mana dehqonidan bitta bo'g'oz sigir bor ekan, ishqiboz bo'lib keldim. O'zimning pulim yetmadi, obunachilarimga ilinib mana video qilaman, qo'yibman. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar 5 bolada tish buzishga kelib qolgan. Tish buzgani ham hali 1-2 oyda tish buzadi. 8 oylik bo'g'oz birinchisiga rossiyskiy, toza rossiyskiy xunajimlar. 8 oylik bo'g'oz. To'g'risi o'zim ishqiboz bo'lib keldim, o'zim olib mol qilaman deb pulim yetmadi. Ilindim sizlarga, kimdir qiziqsa kelib bemalol ko'rasizlar. Yuvoshligi hamma yo'g'i joyida ekan. Kallalari oldiga ham o'tib yurgan. Shunda bilan turib xunajimlik. Tishlarning orasini ochib qopti. 2 oylarda shu tish buzadi, 3 oyga boradi. Bo'ylari 30 plus minus 125 dan past bu. 125 desam pastlik qolmasin, 130 plus minus kelib ustida kelib ko'raverasizlar. Lishni so'skalari yo'q, 4 ta so'skasi bor ona. Jonivor. Yuvosh ekan. Qo'rqmay kelib ko'rsa o'sha bo'laverar ekan. O'zi kichkinaligidan katta qilgan. Pul zaril. Sotaman dedi. Keldim. Bu kichkina sotilmaydi. Yo'q, yo'q. Uni elasini topdi. Onasi katta mol bo'lgan ekan, o'zi mahallasida o'sha. O'zimiz mahalladan olgan ekan. Bu kichkinasi sotilmas ekan, mana buni ham kichkinaligida olgan ekan turibdi. Urib qo'yganmisiz yo o'zingiz qochirganmisiz? O'zi molga qo'y. Shvedga qo'yganman. Shvedga qo'yilgan. Mana ishtag'alari ham ozgina samonlar silus tashlar. Yuvoshligi, bo'g'ozligi 100% garantiya. Yevichi, deb yo'talsa, o'tganda videoda gapirdi-ku. Yo'talsa qaytib beraverasizlar dedi, mol sraz deb yo'talib bordi-ku. Ya, hazillashyapman o'shang. Yo'talib bo'lsa, kasali bo'lsa, hijolat olmaysizlar mana. Dehqon o'zini bog'ayotgan narsasi ko'z tegmasin, chiroyli. Semiz ham emas, oshiqcha. Ertaga tuqqanda ozib ketib, pachaqchi ketadi. Semiz ham emas, ozg'in ham emas. Hamma yo'g'i joyida ekan. Lishni so'skalari yo'q. Ilindim sizlarga mana video qilib chiqaryapman. Nomeringizni ayting-da, ekranga ham qo'yaman. 91lik 129 57 75. Narxini yaqinroq qilib ayting. 28,5 kami bor ekan. Xudo xolasa chiroyli qilib beraman. 28 ham deng, hayda. O'rnaki kelishtirib beraman. 28 kami bor. Telefon qilinglar, kelib ustida ko'rib, shu 5 bolaga kelsalaring, 5 bolani masjiddan oldin shunday chap qo'lga ko'chaga kirganda. Yaqin, katta yo'lga yaqin. Udobniy adresi ham. Kelsalaring bu payt kutib oladi. Ustida ko'rib, bemalol yeb ichishini ushlab ko'rib, orqalari hamma yo'g'i joyida ekan, 4 son. Yoqtirsalaring olaverasizlar. Kelishmagan narsani o'zi yo'q. Aytilgan narx aytilaveradi. Kelib endi bu ham arzon ham sotmaydi, qimmat ham. Orqasi chicha ko'rinmay qo'ydi. Mana orqalaridan o'sha suvi ham kelib qoldi. O'sha 1 oy nari berib tug'adigan mol. Bemalol maqtaydigan mol ekan. To'g'risali birovni moli deb taxta qo'yib yo boshqa qilib maqtab, mol o'sha maqtashga arziydigan kichkina mol bo'lmaydi, katta mol bo'ladi. O'sha yelin qo'zg'ashni boshlagan. Mana orqalaridan ayog'im kirib ketdi-yu. Yuvoshligi yo'q. Ha, birasi yelin soladi. O'zi ikkita tuqqandan keyin cho'tki ochiladi. Maza qilib mol qilib sog'aman deganga mana. Zo'r, tayyor, zo'r variant. O'zingiz mol qilib, o'zingiz ishini tushirib to'g'ri olasiz. Dehqon kecha bozordan olib kelib baylab olgani yo'q. O'zi qo'ygan, kichkinaligidan katta qilgan. Qiziqqanlar erinmay kelsalaring. Yuvosh, zo'r mol kerak deganga mana. Zo'r sigir bo'ladi, xudo xolasa.
Qirg'iziston ochilmadimi so'rayapsizlar. Ochilgani yo'q. Ochilsa o'zim video qilib aytaman ochildi deb. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.